Assalomu alaykum. Biz bugun Toshkent arxitektura qurilish universitetida Toshkentning tarixiy muhim joyida joylashgan Sankt-Peterburg nomli biznes markazi qurilishi haqida suhbatlashish uchun Toshkent arxitektura qurilish universiteti dotsenti me'mor Turdiyev Abdurazzoq aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisher Navoiy ko'chasi, Paxtakor stadioni yonida qurilayotgan Sankt-Peterburg biznes markazi hududi tarixi haqida nima deya olasiz? Biznes center tushayotgan joyda uni tarixini bilish uchun albatta Toshkent tarixini nazar tashlashdan ilojimiz yo'q. Toshkent tarixini olganimizda, demak, 18-asrning o'rtalariga kelib Toshkent shahri 12 darvozali qal'a devorlari bilan o'ralgan va 4 dahadan iborat bo'lgan. Bu dahalar demak Sebzor dahasi, Beshog'och dahasi, Shayxontohur dahasi va Ko'kcha dahalardan iborat bo'lgan. Bu dahalarning eng kattasi Shayxontohur dahasi bo'lib, dahada 38 ta mahalladan iborat bo'lgan. Biz ko'rib chiqayotgan hozirgi hudud ushbu shahar darvozalarining, demak, Qashqar darvozasi, Qo'qon darvozasi, Koymas darvozasi va Beshog'och darvozasi bo'lgan oraliqqa joylashgan bo'lib, xizmatchilar O'qchi va Olmazor mahallalariga to'g'ri keladi. Aynan shu xizmatchi mahallalarda, demak, Toshkent o'rdasida xizmat qiluvchi xizmatchilarning uy-joylari, Toshkent ahlining ko'p aholilarning zich turar-joy uylari, 1-2 qavatli turar-joy uylardan iborat bo'lgan. Ularning asosiy shug'ullanish ishi, demak, hunarmandchilik, egarchilik kabi ishlar bilan shug'ullangan. Ushbu hududning tarixi nazar tashlaganimizda, demak, 19-asr o'rtalarida Rus armiyasini Toshkentni zabt etishgandan keyin juda katta o'zgarishlarga duch keldi. Demak, 19-asrda o'sha Rus armiyasi kirib kelgandan keyin Toshkent qismlarida o'zgarishlar paydo bo'ldi. Birinchi bo'lib, endi shaharni kengaytirish maqsadida yangi Toshkent va eski Toshkent hududlarga ajralib, yangi Toshkent qurilishi avj oldi. Shu munosabat bilan Toshkentni ushbu qismdagi darvoza qismlari 1865-yildan 1870-yilgacha bo'lgan davrda ushbu devorlar buzib tashlanib va shaharni qo'shib yubormoqchi bo'lingan harakat qilindi. Shunda ushbu dahadagi ko'pgina uylar buzildi.